Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bitta masala chiqyapti. Leksanni 12 metrlik leksanni qanday montaj qilish? Ya'ni stikovkasini, ruschasiga stikovka deyiladi. Mana biz leksanni urishni boshladik. Mana bu yerga leksan urilyapti. Assalomu alaykum. Hurmatli do'stlar. Mana biz leksan urishni montaj qilishni boshladik. 12 metrlik leksanni stikovkasini o'tkazish ba'zi vaqtlar azob beradi odamni. Buni qanday yo'li bor? Shuni xudo xolosa ko'rsatib o'tamiz inshaalloh. Foydali bo'lsa, haqqimizga duo qilib qo'yasizlar inshaalloh. Bizga shuni o'zi yetadi. Mana do'stim bilan ana qo'liga nima bor? Pena. Jitki mila deyiladi. Ana shu jitki milani stikiga urasizlar. Endi Alloh uchun bizlar yaxshilik qilyapmiz qiynalganlarga. Tushunganlar yana duo qilib qo'yasizlar. Mana bu stikiga mana ikkita tomoniga stikiga jitki milani urasizlarda, keyin ana bunaqa tochna shunaqa qilib samarezni o'tkazib, polniroz yaxshi qalin ip bilan bo'ylab turib, keyin xudo xolasi nasib bo'lsa mana hozir shu jarayonga bizlar yurishga bahor bo'lib ehtiyot bo'lasizlar. Mana bunday qilib qaranglar do'stlar. Mana. Davay. Yak, do'si. Ana shunday qilib tortasizlar. Yak, do'si. Yak, do'si. Ana shunday. Ko'ryapsizlar, ha? Ana shunday qilib tortib o'ziga keltirish kerak. 1 2 3. Yana bu yoqda yak do'si. Bu yoqda yak do'si. Shot. Ana shunday qilib tortib olish kerak. Boshqa variantlari sal qiyinroq. Balkim boshqa variantlar bo'lsa agar kommentariyaga o'z izohlaringizni qo'yasizlar. Keyin jarayon tugagandan keyin mana bunaqa holatga keladi. Mana. Ana shunaqa holatga keladi. Masalan, stik bilan ikkita samarezi joyi germetka qilinadi. Mana bu 12 metr butun yaxlit urilgan leksan. Xizmatlar bo'lsa agar bironta joyga leksan urish kerak bo'lsa, murojaat qilasizlar inshaalloh. Men kommentariyaga nomerimizni qoldiraman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 12 metrlik leksan urishning ikkinchi maslahati. Biza mana bu stikovkani o'tkazishdan oldin mana shunaqa taxminan o'rtasi 1,5 santimetrlik bo'ladi. Mana bu stikovkasini o'rtasi 1,5 santimetrlik bo'ladi. Buni siz mana 2 santimetr qo'yib turib oxirigacha. Mana hurmatli do'stlar, mana shunaqa pena uriladi. Hozir xudo xolasa nasib bo'lsa do'stimga aytaman inshaalloh. Do'stim tortish jarayoni ta'sirga tushirishga harakat qiladi inshaalloh nasib bo'lsa. Mana shunaqa arasiga obязательно albatta pena urish kerak. Endi